Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugungi video o'tgan videoni davomi desak ham bo'laveradi. Ya'ni aynan qo'rquv, vahima kasalliklarini, fobiyalarni davolashda bir nechta usullar haqida gaplashib o'tamiz. Bu usullar tavsiya qilaman. Siz o'zingizga qaysi usul ma'qul bo'lsa, o'shani tanlashingiz mumkin. Va o'zim ham bu usullarning ichida eng foydalisini sizlarga aytib o'taman. O'tgan videoda fobiya, ya'ni vahima kasalliklarini nimadan qo'rqishiga qarab 500 dan oshiq turi bor deb aytdik. Lekin bu qo'rquvlarni deyarli hammasini davolash shart emas. Chunki buni asosiy davolaydiganlari insonda har kuni hayotiga xalaqit beradigan, tinchini buzadigan, xotirjamligini yo'qotadigan turlari bor. Ular sanoqli, 10 ga yaqin turi bor. Shularni davolash shart. Lekin sizga keraksizlari juda ko'p. Masalan, arachnofobiya deymiz, o'rgimchaklardan qo'rqish. Buni davolashning keragi yo'q. Ya'ni bu o'rgimchak hayotingiz davomida kam uchraydi sizga yoki masalan balandliklardan qo'rqish. Siz deyarli balandlikka kam chiqasiz yoki gidrofobiya, suvlardan, dengizlardan, okeanlardan qo'rqish. Masalan, hayotingiz davomida bunaqa holatga kamdan kam tushasiz. Shuning uchun bunaqa qo'rquvlar davolashning keragi yo'q. Asosan davolaydiganlari agorafobiya, ya'ni ko'pchilikning ichiga kirishdan qo'rqish, ta'ziyaga borishdan, gandiraklab ketishdan, bozorga borishdan yoki Rossiyaga ishlagani borishdan yoki umraga, hajga borishdan qo'rqish, agorafobiya bular davolash kerak yoki nazofobiya, ya'ni kasalliklardan qo'rqish. Masalan, yuragim to'xtab qolyapti yoki yuragim tez urib ketyapti yoki onkologik xastaliklardan qo'rqish yo jigarim kasal yoki ichagim chirib ketyapti degan qo'rquv, vahimalar bular albatta davolanishi kerak yoki klaustrofobiya, masalan, mashinam qulflanib qoladi yoki xona berkilib qoladi yoki liftga chiqa olmaydigan yo MRTga tusha olmaydigan kasalliklar. Klaustrofobiya bularni ham davolash kerak. Yoki bo'lmasam farmakofobiya, masalan, kapelnitsa olganda allergiya berib yuborishdan qo'rqish, tabletka ichishdan qo'rqish. Bunaqa fobiya turlari sizni hayotingizga har kuni xalaqit beradi. Ya'ni xotirjamligingizni yo'qotadi. Bularni albatta davolash kerak. Hozirgi videoda aynan mana shu fobiyalar, ya'ni eng keng tarqalgan, sizga xalaqit beradigan fobiyalarni davolash usullari haqida gaplashib o'tamiz. Vahima xurujlari, qo'rquvlarni davolash usullarini asosiy ikkita katta guruhga bo'lib olishimiz mumkin. Birinchisi dorilar bilan davolash va ikkinchisi dorilarsiz davolash. Endi dorilar bilan davolash qanday? Buni dorilarini ko'pchilik bilamiz. Ya'ni juda ham dorilar ro'yxati juda ham ko'p. Hozirgi kunda masalan amitriptilin, mirtel, cefpram, nofen, fenibut, masalan prosulpin, granadaksin, fluoksetin, cefpram bunaqa juda ham dorilar hozirgi kunda juda ham serob. Aptekalarda hammasida bor. Bu dorilar bilan ko'pchilik davolanadi. Dorilarni ichish muddati 3 oydan 6 oygacha. Dorilar bilan davolashdagi minus tomonlari bor. Ya'ni dori bilan davolashda ko'pincha ko'ramiz, tabletkani ichgan vaqtda bemor yaxshilanadi va ichmay qo'yishi bilan yana qaytalanish ehtimoli ko'p bo'ladi. Ya'ni bemor asosan doriga suyanib qoladi. Dorini ichib yurganda yaxshi yuraveradi, to'xtatgandan keyin uzog'i bir haftadan keyin yana boshlanadi. Bunaqa usul bilan davolaganda uzoq muddat dori ichib yurishga to'g'ri keladi. Hatto 10-15 yillab shu dorilarni ichib yurgan bemorlar bor. Masalan, dorini ichganda yaxshi tomoni tezda tuzalgan deb bo'ladi. Ya'ni kasallik belgilari tez yo'qoladi. Lekin ta'siri qisqa bo'ladi. Masalan, dorini to'xtatishingiz bilan qandaydir bir yomon xabar eshitib qolsangiz, kimdir masalan vafot etgan bo'lsa yoki bir joyingiz qattiq sanchib og'rib qolgan bo'lsa yoki birorta bir yomonroq xabarni eshitganingizdan keyin yana qaytadan takrorlanib qolishi mumkin. Dorilar bilan davolashda yomon tomoni shu. Faqat doriga suyanib qolasiz, doriga ixlos qilib qolasiz. Sizni aldab turib masalan boshqa dorini berib qo'ysa ham, masalan shu dori seni doring deb turib berilsa ham o'sha doridan keyin ham yaxshi bo'lib qolaverasiz. Chunki u aynan doriga ixlos qilib qolganingiz uchun, suyanib qolganingiz uchun tuzalasiz. Shuning uchun men bu usulni tavsiya qilmayman. Agar shu usulda davolanish sizga to'g'ri kelsa davolanishingiz mumkin. Lekin aytib o'tganimdek, bu usulning kamchiliklari ko'p. To'liq davo usuli emas dorilar bilan davolash. Lekin dorilarda ham effekti ma'lum vaqtlarda bo'ladi. Iloji yo'q dori berilmasa bo'lmaydi. Keyingi usul dorilarsiz davolash. Dorilarsiz davolashda ham bitta ikkita yo'nalishlari bor. Hozirgi kunda odamlar ko'pincha vahima kasalliklari o'z ixtiyoricha, o'zicha davolanadi. Ya'ni bu davolash qanday? Misol uchun vahima xuruji boshlangan vaqtda skoriy chaqiradi, ya'ni tez yordam chaqiradi yoki tibbiyot muassasasiga, qabulxonaga boradi o'sha vaqtda va xuruj yo'qoladi, ya'ni shifokorni ko'rishi bilan tinchlanadi, xuruj yo'qoladi yoki tez yordam chaqirgandan keyin doktor kelib 20 tomchi karvalol beradi, bitta analgin dimidrol, bitta magneziy qiladi, shu bilan ketadi. Bemorda o'sha vaqtda vahima xuruji yo'qoladi. Ko'pchilik bemorlar shu usulda davolanib yuradi, ya'ni uzoq muddat talab qiladi bu ham. Bu aynan shifokorga suyanish. Agar siz shifokorga suyanib davolanadigan bo'lsangiz, uzoq yillab, hatto bir umr shifokorga suyanib yurishingiz mumkin. Ya'ni har vahima xuruji vaqtida yo tekshiruvlardan o'tasiz yoki skoriy chaqirasiz, arzimagan ugol olasiz, analgin, dimidrol, magneziy qiladi, ketadi.
Masalan, tez yordam shifokorini bir kunlik chaqiruvlarini masalan 100% desak, hozirgi kunda 30% chaqiruvlar aynan vahima kasalliklari bo'ladi. Asosiy kasalliklar qolib, masalan, tez yordam mashinalari doim vahimalarga borib yurgan holatlari ko'p uchraydi. Chunki vahimalar aynan shu usulda ko'pchilik o'zi xohlagancha davolanadi. Bu usul eng noto'g'ri usul shu hisoblanadi. Bunda hayotingizga doimiy xalaqit berib, vahimadan qutula olmay, doim ko'nglingizni tinchligi yo'qolib boradi. Bu usulni tavsiya qilmayman. Keyingi usul, ya'ni bu tibbiy nuqtai nazardan, tajribadan o'tgan, isbotlangan usul, ko'pchilik foydalanadi, faqat qimmat usul bu. Ya'ni psixoterapiya. Asosan nevropatolog yoki psixoterapevtlar tomonidan o'tkaziladi. Seans deymiz, aynan seanslar bular qimmat turadi. Har bir seansi ma'lum miqdorda summa turadi. Buni o'tkazadigan odamlar o'zi kam. Asosan Toshkent shahrida shunaqa viloyat markazlaridan topishingiz mumkin. Bu seanslarga qatnashganingizda, masalan, 10 kun sizga aynan vahima kasalligini, qo'rquvni nazariy qismini tushuntiradi. Nazariy jihatdan tushuntiradi. Bunda siz vahima kasalliklarda o'zingizda nima jarayonlar bo'layotganligini bilib olasiz. Bu usul bilan davolanganda ham masalan ko'ramiz, bemorlarda 1-2 oygacha yaxshi yuradi. Qachonki bir yomon xabarni eshitguncha yoki bir joyi qattiq og'rib qolganda yoki masalan YouTubedan bir og'ir kasalliklar haqida videolarni ko'rib olgandan keyin 2 oydan keyin, seansdan keyin yana qaytalanadi. Bu usulda ham qaytalanishga moyil bo'ladi. Butunlay seans olib masalan to'liq tuzalib ketgan kasallar juda kam uchraydi. Foydasi bo'ladi. Albatta vahimani nazariy qismi muhim. Uni bilib olish kerak albatta. Foydasi bo'ladi, lekin bu ham to'liq davo usuli emas. Buni olgan bemorlar ham ma'lum muddatdan keyin ancha pulini sarflaydi, lekin to'la tuzalib ketmaydi. Endi oxirgi usul eng samarali usul deb o'ylayman. O'zim shuni tavsiya qilaman. Ilgari masalan men ham o'ylardim, aynan psixoterapiya asosiy usul deb o'ylardim. Shu usulda eng keraklisi shu deb o'ylardim. Lekin oxirgi paytda fikrim o'zgardi, ya'ni asosiy usul bu emas ekan. Asosiysi bu amaliy usul. Ya'ni amaliyot. Bu nima? Amaliyot degani aynan vahimani, qo'rquvni o'zingiz mustaqil yengishni o'rganishingiz kerak. Ya'ni maksimal 3 martagacha vahima xurujini o'zingiz mustaqil yengisiz. O'zingiz bosib o'tasiz, hech kimni ko'magisiz. Na shifokor, na tabletka, na bir yaqinlaringiz, na ota-onangiz, hech kimni yordamisiz mustaqil yengib o'tasiz. Ana o'sha usulda miya bu jarayonda xavfsiz degan qarorga keladi. Bu jarayon hech qanday organizmga xavfli emasligini 3 marta his qilish kerak. 1 martada bo'lmaydi, to'g'ri. 2 martada ham bo'lmaydi. 3 martadan keyin u narsani miya normal holat ekanligini tushunib yetadi va natijada vahimadan qutulasiz. Bu oson emas, to'g'ri. Aytishga oson. Vahima xuruji bo'lganda bu bemor masalan o'lim bilan to'qnash keladi. Ya'ni hozir o'lib qolaman degan fikr bo'ladi. Buni aytishga oson, to'g'ri. Lekin agar shu usulda qo'llasangiz, masalan 20-30 yillab hali u tekshiruv, hali bu tekshiruv, hali u tabletka, shifokor, butun O'zbekistonni kezib chiqishdan qutulasiz shifokorlarni izlab. Aynan shu usul eng to'g'ri usul hisoblanadi. Endi buni tushuntirishim uchun avvalo fobiyani, ya'ni vahima holatini nazariy qismidan ozgina tushunib olishingiz kerak. Ana o'shandan keyin siz amaliyotga o'tishingiz kerak. Har bir sohada birinchi nazariya, masalan shifokorlar ham 3 yil nazariyani o'qiydi, keyin amaliyotga o'tadi. Masalan operatsiya qilishdan oldin 3 yil kitobdan o'qib chiqadi. Ana undan keyin operatsiyaga o'tadi. Xuddi shu narsa vahimani davolashda ham nazariy qismni tushunib oling. Nazariyaga suyanmasangiz qiyin. Men o'tgan videoda aynan vahima, ya'ni vasvasa kasalligiga Ibn Sinoni fikrini aytib o'tdim. Ya'ni Ibn Sino nima deyapti? Vasvasa kasalligi deyapti inson hayolotini, ya'ni insonning o'y fikrlarini uni aqlidan ustun kelishi. Ya'ni aql bilan siz hayollaringizni boshqara olmay qolasiz. Endi buning uchun nima qilish kerak? Agar Ibn Sinoni fikriga tayanib ish ko'radigan bo'lsak, yo hayolotni pasaytirish kerak, yo aqlni kuchaytirish kerak. Ya'ni hozir aqldan ko'ra hayolot ustun kelib qolgan. Ya'ni siz o'zingiz fikrlaringizga, ya'ni men o'lib qolaman yoki yuragim to'xtab qoladi yoki yiqilib ketaman, gandiraklab ketaman yoki masalan umraga borsam o'sha yerda bir narsa bo'lib qolsamchi degan hayolotingizdan ko'ra aqlingizni rivojlantirish kerak. Aql deganda nima? Ya'ni aynan mana shu kasallik haqidagi aqlingizni rivojlantirasiz. U boshqa aql nazarda tutmayapman. Aynan shu kasallik bo'yicha aqlingizni rivojlantirasiz. Buning uchun aynan vahima vaqtidagi nazariy qismni o'rganasiz. Ya'ni o'sha vaqtda nimalar bo'lyapti organizmingizda. Men buni bitta misol bilan tushuntirib o'taman. 19-asrda yurakni sun'iy yurak yaratish ishlari jadal rivojlanib ketgan. Ya'ni 19-asrda oxirlarida olimlar o'ylagan. Yurak juda oddiy tuzilgan ekan. Ya'ni u nasos vazifasini bajaradi xolos. Ya'ni karbonat angidridga to'yingan venoz qonni oladida,
so'rib olib turib, o'pkaga borib kislorodga to'yintiradida, yana qaytib so'rib olib turib, tanaga tarqatib yuboradi. Oddiy nasos, oddiy suv nasosiga o'xshagan nasos. Buni yaratsak bo'laveradi deb o'ylagan. Keyin shunday bir nasoscha yaratganda, so'rib turib tanaga haydaydigan kichkina motorchik yaratganda, sun'iy yurak qilib, uni birinchi itlarda sinov o'tkazgan. Ya'ni itni tashqi tomoniga, terisini tashqarisiga, ya'ni uni sozlamalardan 70 taga qo'yib, batareyka qo'yib qo'ygan. Uni ichkariga o'rnatmasdan oldin tashqariga qo'yib ko'rishgan. Ya'ni venoz tomirlar, arterial tomirlarni hammasini ulagan sun'iy yurakka va itni kuzatishni boshlagan. It 20 kun, 25 kundan keyin kasal bo'lganda 1 oyga bormasdan o'lib qolgan. Olimlar buni tezda izlanishni boshlagan. Bu it nimaga o'ldi ekan? Hammasi joyida turibdi, 70 tadan qisqarib, hamma joyga tanaga qonni yetkazib berib turibdi-yu. Nimaga it o'ldi ekan deganda tekshiruvlar natijasida juda katta yangi kashfiyotlar boshlangan. Ya'ni yurak shunday tuzilgan ekanki, yurak avtonom nerv sistemasi tomonidan boshqariladi. U bizni miyamiz tomonidan emas, avtonom nerv sistemasi bor. Miyaga aloqasi yo'q, bitta miya bor. O'sha miyada ikkita kabel chiqadi. Ya'ni ikkita nerv. Bittasi yurakni qo'zg'atuvchisi, bittasi sekinlashtiruvchisi. Yurak aynan o'sha miya odamni emotsional holatiga, harakatiga qarab turib o'zgaradi. Ya'ni emotsional holatingiz agar siz jahlingiz chiqsa yoki qo'rqib ketsangiz yoki vahimaga tushganingizda yoki bir harakat qilganingizda, yugurganingizda, mana shu vaqtlarda avtonom nerv sistemasidan qo'zg'atuvchi kabel ishga tushadida, yurak faoliyatini tezlashtiradi. Bu normal holat. Agar masalan inson chuqur uyquga ketganda yoki xotirjam yotganda yoki xursand bo'lib turgan vaqtda, uzoq vaqt gorizontal holatda yotganda pasaytiruvchi kabel ishga tushadi. Natijada yurak faoliyati sekinlashadi. 35, 40, 45 tagacha sekinlashadi. Butun organizm shu yurakka qarab turib ishlaydi. Agar masalan kechasi uxlab yotganingizda yurak urishingiz 80 ta bo'ladigan bo'lsa, bemor odam umuman uxlolmaydi. Sog'lom odam. Ya'ni u uyg'onib ketadi. Ko'pchilik vahima kasallarda bo'ladi, yuragi tezlab ketib uyg'onib ketib qoladi. Ya'ni o'sha vaqtda organizm umuman dam olmaydi. Masalan, uni sozlamasidan 70 taga qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, u har qanday holatda 70 ta uradi yurak. Sun'iy yurak. Masalan, u qo'rqib ketganda 110 taga chiqish kerak edi normada. Chunki uni chiqishidan maqsad o'sha vaziyatdan qutqarish organizmni. Tezroq yugurish, oyoqlarga qonni yetkazib borish, miyaga yetkazib borib, tezroq qaror qabul qilish uchun yurak 110 ta urish kerak. Shunga yarasha qon bosimi ham 140 ga ko'tarilishi kerak. Sun'iy yurakda aynan mana shu funksiya bo'lmagan. Ya'ni odamning emotsional holatiga qarab turib yo kuchaymagan, yo tinch holatiga qarab turib pasaymagan. Shuning natijasida 1 oyga bormasdan it nobud bo'lyapti. Shuning uchun sun'iy yurakni yaratish imkonsiz. Bu mavzuga aloqador uchun buni tushuntirib o'tyapman. Vahima kasalliklarini yaxshilab tushunib oling. Ko'pincha vahima kasalliklari keladida, doktor davleniya ham ko'tarilib ketib qolib 140 taga 140 ga chiqib turib, yuragim 110 ta urib ketyapti deb shikoyat qiladi. U o'zi aslida davleniya ko'tarilgani uchun bunaqa bo'lmayapti. U vahimaga tushganligi uchun organizmda aynan yurakni tezlashtiruvchi nerv faollashib ketyapti. Bu normal jarayon. Biz bitta vahimani to'xtatsakkina bu jarayon to'xtaydi. U vaqt 110 ta urami, 120 ta urami bu narsa normal holat. Ya'ni qo'rquv vaqtida. Siz u vaqtda davleniyani ham o'lchamasligingiz kerak, yurak urishini sanamasligingiz kerak. Chunki siz birinchi o'rinda vahimani to'xtatishingiz kerak. O'sha vaqtda yurak urishini sekinlashtiradigan va haligi davleniyani tushiradigan dori-darmonlar qilinadi. Bemor masalan tinch holatga o'tishi bilan o'zi shundoq ham tushadi. Qon bosimi. Shuning uchun nazariy qismida nimani aytmoqchiman? Sizlarga qo'rqib turgan vaziyatdagi mana shu bo'ladigan jarayonlar. Masalan, aytaylik, oilada masalan er-xotinda urushib qolishi yoki kelinni qaynona bilan urushib qolishi natijasida kelinda shu holat ko'p kuzatiladi. Tezda skoriy chaqirib больницаga olib boriladi. Qo'llar qiyshayib, og'zidan ko'pik kelib, shunaqa holat bo'ladi. Haqiqiy panический ataka deymiz buni. Ya'ni aynan vahima xuruji. O'sha vaqtda misol uchun bemorga bu vaziyatdan chiqish uchun nima qilish kerak? Masalan, aytdik, kech payt, shom paytdan keyin ko'pincha vahima kasalliklari avj olishni boshlaydi. Ya'ni odam hamma narsadan chalg'ib, masalan, uyida yotganda har xil xayollar kelishni boshlaydi. Aytaylik, kechqurun yotganda ko'pincha kuzatamiz, odam o'sha vahima kasalligiga chalingan odam qulog'ini shu yostiqqa qo'yib, yurak urishini sanab yotadi. Odatda yurak normada, masalan, nafas olganda sal tezlashib, chiqarganda sal sekinlashadi. Mana shunaqangi o'zi normada. Odam o'shani tushunmaydida, yuragim notekis uryapti shekilli degan birinchi fikr keladi. Bu birinchi zarba bo'ladi bemorga. Keyin asta-sekin sanashni boshlaydi. Keyin o'tiradida qo'lini, pulsini sanashni boshlaydi. Pulsni qarasa tezlashyapti, chunki u miya xavfni sezyapti. Sizni hayolotingizdagi xavfni miya sezyapti.
Chunki siz u vaqtda aqlingiz hali bu darajada emas, vahimani qutqaradigan darajada emas. Chunki siz o'sha vaziyatni tushunmaysiz. Endi pulsni sanaysiz, qarasangiz уже 85 ta uryapti. Bu ikkinchi zarba sizga. Ya'ni уже xavf, yana ham ishonchingiz ortdi. Siz nima qilasiz? Keyin kimdirni chaqirasiz, masalan, turmush o'rtog'ingizni chaqirasiz. U ham bu kasalni tushunmaydi-yu, keladida, masalan, dadasi rangingiz juda oqarib ketibdi-yu deydi. Tezda davleniyamni o'lcha deysiz, darrov davleniya o'lchasa 140 chiqadi. Chunki siz vahimada turibsiz. Endi siz nima qilasiz? Darrov suv olib keladi, u bu narsa qiladi, hamma sizni ko'rib vahimaga tushib, yana ham siz vahimangizni kuchaytiradi. Chunki siz atrofdagi odamlarning reaksiyasini ko'rib turib xulosa qilasiz. Masalan, uyingizdagilar xavotirga tushyaptimi, siz o'zingizni og'ir kasal ekanman deb degan fikrga kelasiz. Natijada tez yordamni chaqirasiz, tez yordam keladi. Tez yordam kelganda уже sizda 50% vahima pasayib bo'ladi. Chunki shifokor yetib keldi deysiz, shifokor sizga oddiy qaraydi. Bu kasalni u ko'rganda biladi u. Oddiy vahima kasal ekan deydi. Stress bo'ldimi deb so'raydi. Ha desangiz, shunda 20 tomchi karval olib beradi, analgin dimidrol magneziy qiladi. Siz o'sha vaqtda shifokorning yuzini ko'riboq, уже 50% vahimangiz pasayadi. Chunki shifokor agar sizga og'ir kasal bo'lganingizda tezdalik shoshilib sizni naslkaga yuklab bansiga olib ketgan bo'lardi. Siz u oddiy qaraganligi uchun ham siz vahimadan qutulishni boshlaysiz. Shuning uchun vahima kasalliklarni davolashda aynan atrofdagi odamlarda ham reaksiyasi muhim. Eshitib turgan bo'lsangiz, shu uyingizda kimdadir shunaqa holat bo'lsa, vahima qilmang. Ya'ni unga aniq shu vahima kasalligi deb tashxis qo'yilgan bo'lsa, vahima qilmang. O'sha vaqtda xotirjam ko'rining u odam uchun. Uyga masalan 20 tomchi o'sha karvalol olib borib qo'ysangiz, oddiy narsa, 20 tomchi birinchi o'rinda o'sha karvalolni iching. Keyin tashqariga chiqing. O'zingiz qutulishingiz uchun, masalan, aynan shu vahimadan 20 tomchi karvalolni ichingda yotmang, tashqariga chiqing, oynaga qaramang. Oynaga qaraydi ko'pchilik, ya'ni o'zini rangini ko'rish uchun qaraydi. Rangim oqarib ketmadimikin deb pulsini sanaydi. Pulsni sanamang bu holatda. O'zingiz uchun o'zingiz tashxis qo'ymang. Chunki bu kasallikka tashxis qo'yish uchun 7 yil meditsina institutida o'qish kamlik qiladi. Uning uchun 9 yil o'qish kerak. Masalan, biz o'qishni bitirib kelgan vaqtimda, vahima kasallikni ko'rgan vaqtimda shubha bilan qaraganman. Bu haqiqatda yurak kasal emasmikin yoki bir og'ir kasal emasmikin deb shubha bilan qaraganman. 7 yildan keyin hamma shifokorlarda ham bu holat bo'ladi. Uni tushunish uchun, to'la tushunish uchun yana qo'shimcha o'qishga to'g'ri keladi. 2 yil yoki 3 yil aynan shu yo'nalishda o'qishga to'g'ri keladi. Shuning uchun siz oddiy YouTube'da ko'rgan 3-4 ta yurak haqidagi videolarni ko'rib turib, o'zingizga tashxis qo'ya olmaysiz umuman. Shuning uchun albatta shifokorning birinchi o'rinda maslahatini olasiz. Shifokorga kimlarga ko'rinishni ham bilishingiz kerak. Siz kardiologga emas, albatta nevropatolog yoki psixoterapevtga ko'rinishingiz kerak. Chunki kardiologga ko'rinishingiz yoki bir boshqa shifokorga ko'rinishingiz sizni yana ham chuqurlashtirib qo'yishi mumkin. O'sha vaqtda demak dorini ichasizda, tashqariga chiqib ozgina yurasiz. Vahima xurujini aynan o'zingiz 2-3 marta boshingizdan o'tkazishingiz kerak. O'zingiz his qilishingiz kerak. Ya'ni miyaga o'shanda signal beradi. Miya o'ylaydi, ha, demak bu narsa xavfsiz ekan. Ya'ni yurak tez urib ketgan bilan bir og'ir asoratga olib kelmas ekan degan miyaga qachonki signal borib, miya tinchlanmaguncha sizda shu qo'rquv davom etaveradi. Agar siz o'sha vaqtda o'zingiz kurashmasdan, o'zingiz yengmasdan, masalan, shifokor chaqirsangiz yoki shifokorga o'zingiz boradigan bo'lsangiz, bu vahima 1 kun, 2 kundan keyin yana qaytalanib bo'ladi. Bu usul bilan emas, aynan o'zingiz mustaqil yengishni o'rganishingiz kerak. Masalan, bu narsani bir ikkita misol bilan tushuntiraman. Misol uchun, tarixga nazar soladigan bo'lsak ham, eng mashhur insonlar ham ko'pi yoshligida fobiya bo'lgan. Masalan, aytaylik, Indira Gandhi, misol uchun, Hindistonlik o'sha xalqning yetakchisi, kuchli orator, notiq, yoshligida sotsiyofobiyaga chalingan ekan. Ya'ni u ko'pchilikning ichiga nutq so'zlashdan qo'rqqan. Ya'ni chiqqanda qaltirab qolib, ko'pchilik uni duduq deb o'ylagan ekan. Ya'ni gapira olmay, gapini yo'qotib, qaltirab, oyog'i uyushib, miyasi muzlab, gapini unutib qo'yavergan. Natijada u juda xohlagan ichidan gapirishni, lekin gapira olmagan. U nima qilgan? U qayta-qayta shu sharmanda bo'lsa ham, hammaning ichida kulgiga qolsa ham notiqlik qilishga harakat qilgan. Natijada miyada bir giperkompensatsiya degan jarayon bo'ladi. Aynan shu qo'rqqan narsangizga yetishganingizdan keyin u sizga rohat bag'ishlaydi. Bu narsa giperkompensatsiya deyiladi. Ya'ni Indira Gandhi 2-3 marta shuni yenggandan keyin unda notiqlik rivojlanib ketgan. U butun kerak bo'lsa Hindistonda masalan nutq so'zlagan, butun Hindistonda oldiga chiqib nutq so'zlashdan ham uyalmagan, hijolat bo'lmagan. Yoki bo'lmasam, masalan, Yuliy Sezar agorafobiyaga chalingan deyiladi tarixda. Masalan, ko'pchilikning ichida gandiraklab ketib qolamanmi deb o'ylagan. Uni ko'pchilik epilepsiyasi bor deb o'ylagan ekan Yuliy Sezarda. Lekin u butun dunyoda tashqarida yurib jang qilish bo'yicha
butun dunyoga mashhur bo'lib ketgan. Abraham Linkoln masalan Amerikani prezidenti ham yoshligida sotsiyofobiya bo'lgan ekan. Gapirishga juda ham qo'rqqan. U ham kelajakda kuchli notiq bo'lgan. Hatto Gitler masalan hamma taniydigan orator Gitler ham sotsiyofobiyaga chalingan yoshligida. Ya'ni u atrofdagilar bilan umuman chiqisholmagan. Ya'ni sotsial hayotda birorta odam bilan mustaqil yaxshi chiqishib ketolmagan. Tanqidlarga umuman qat'iy qaragan, tanqidlarni yoqtirmagan. Ko'pchilik ichida gapirgani hijolat bo'lgan. Va kelajakda bunda ham giperkompensatsiya rivojlanib, asta-sekin shu oratorlik, ya'ni notiqlik darajasiga ko'tarilib ketgan. Ya'ni nimadan qo'rqayotgan bo'lsangiz, u narsani yengganingizdan keyin u sizga zavq bag'ishlashni boshlaydi. Buni endi kasallikka yo'naltiramiz. Masalan, aytaylik, misol uchun aytaylik, bog'ga bordingiz, misol uchun istirohat bog'iga bordingizda attraksion bor. Masalan, baland attraksionlar bor. Unga birdaniga chiqishga hammani ham yuragi dov bermaydi. Chiqishdan qo'rqasiz. Masalan, oldiga borasizda 1 soat tomosha qilib o'tirishingiz mumkin. Lekin aynan o'sha eng baland attraksionlarda eng odam ko'p bo'ladi. Doimiy ochret bo'ladi. Borasiz, bir martada chiqqani qo'rqasiz. Agar siz 10 yil o'shanga qiziqib turib, borib chiqmay qaytib kelsangiz ham qo'rquv yo'qolmaydi. Siz unga bir marta chiqdingiz deylik. Ya'ni bir marta tushganingizdan keyin qattiq qo'rqasiz baribir. Birinchisida juda qattiq qo'rquv bo'ladi. Keyin miyada ozgina 5% bo'lsa ham signal bo'ladi. Ya'ni bu attraksion demak odamni o'limga sabab bo'lmas ekan degan miyada 5% signal bo'ladi. Keyingi safar yana bir marta o'zingizni majbur qilasiz. Irodangiz bilan majbur qilasiz. Ya'ni attraksionga ikkinchi marta chiqasiz. Ikkinchi marta chiqqaningizdan keyin 50% signal bo'ladi. Ya'ni miya xotirjam bo'ladi. Demak, bu ajoyib narsa ekan degan narsa bo'ladi. Uchinchi marta chiqqaningizdan keyin u yog'iga o'zingiz borib chiqishni boshlaysiz. Uchinchi martasidan keyin miya asta-sekin bundan zavq ola boshlaydi. Ya'ni adrenalin hisobiga mazza qila boshlaydi. Oldin qancha ko'p qo'rqib yurgan bo'lsangiz, endi shuncha intilishni boshlaysiz bu narsaga. Misol uchun, yosh bolacha yangi yurishni boshlagan go'dakni tasavvur qiling. Tikka turib yurgizaman desangiz, ikkala qo'lingizni bunday qilib ushlab tursangiz, qo'lingizni mahkam ushlab oladi. Ya'ni u birinchi marta turishi. U qo'rqadi. Ya'ni uni miyasi qo'rqitadi uni. Ya'ni xavf bor, tikka turma, yiqilasan degan xavf bor deb o'ylaydi. Endi chaqaloqni bir marta turgizdingiz, yuzini ko'rsangiz o'zi qo'rqqanini sezasiz. Keyin ertasi kuni chaqaloqni yana turgizishga harakat qilasiz. Turgizganingizdan keyin yana ozmoz qo'rqadi, qo'lingizni ushlab turadi baribir. Uchinchi marta turgizganingizda ham qo'lingizni ushlaydi, lekin u kuladi. Qo'lingizni ushlab turib. Keyin chaqaloqni miyasiga to'liq signal boradi. Bu demak xavfsiz narsa ekan deydi. Ya'ni biz tursak bo'laverar ekan, men tursam bo'laverar ekan deb o'ylaydi. Keyingi kuni u narsalarni ushlab turishni boshlaydi. Ya'ni unga tikka turish oldin xavf deb o'ylagan miya uni rohat deb o'ylaydi. Ya'ni o'shani turib yurishga o'zi harakat qiladi. Narsalar ushlab turishni boshlaydi. U rosmana yurib olgandan keyin uni o'tirgizolmay qolasiz. Turib har joylarga yurib ketib qolaveradi. Chunki miya undan zavq olishni boshlaydi. Odatda qo'rquvni iste'dodga aylantirish mumkin-da. Nimadan qo'rqayotgan bo'lsangiz, o'sha narsaga erishganingizdan keyin unga sizga ishtiyoq ortadi. Eng kuchli tarixiy shaxslar ham doimiy qo'rquvda yashagan. Ular qo'rquvni iste'dod darajasiga aylantirgan. Shuning uchun aytmoqchimanki, masalan, agorafobiya. Siz aytaylik bozorga borishdan qo'rqyapsiz. Bozorga mustaqil borishni boshlashingiz kerak. U borishdan qo'rqib yuradigan bo'lsangiz, u 10 ta odam sizga psixoterapiya qilgan bilan sizni borgingizni qo'ya olmaydi. U mustaqil o'zingiz borishingiz kerak. Ko'pchilik ichiga kirishdan qo'rqyapsiz, uzoq joyga borishdan qo'rqyapsiz. Qo'rqmasdan 2-3 marta borganingizdan keyin ko'nikma hosil bo'ladi. Masalan, qo'rqqan narsangizni bir marta sinab ko'rganingizdan keyin uni tashab qo'ymang. Agar tashab qo'ysangiz, bo'ldi, men yo'qoldi bu menda qo'rquv deb turib 2-3 oy tashab qo'yadigan bo'lsangiz, u yana paydo bo'ladi qo'rquv. O'sha narsani qayta ko'nikma ko'nikma hosil qiling. Masalan, liftga chiqishdan qo'rqdingizmi? Liftga chiqish bilan ko'nikma hosil bo'ladi. 3-4 marta qayta chiqishingiz bilan miya shunga ko'nikadi. Ya'ni miya o'zi o'ylaydi. Ha, bu narsa xavfsiz ekan deb o'ylaydi. Shundan qo'rqib yurgan ekanman deydi. Umraga borishdan qo'rqyapsizmi? Shifokorga ko'rining. Yuragingiz sog'lom bo'lsa, boravering, sizda hech qanday muammo yo'q desa, bemalol borsangiz bo'laveradi. Borib kelgandan keyin aytasiz, yana borgim kelyapti. Bu oddiy narsa ekan, qo'rqinchli emas ekan deb o'ylaysiz. Shuning uchun aytmoqchimanki, vahimani eng yaxshi davosi bu amaliy davo, ya'ni sinab ko'rish bilan tuzaladi. Buning uchun nazariy jihatini bilib olasiz, ya'ni nazariy jihatdan organizmingizda nimalar bo'layotganligini tushuntirib o'tdim. Bu yurak urishingiz ham, tezlab ketishingiz ham, tomog'ingizga tiqilishi ham, qo'lingiz uyushib qolishi ham, tortib qolishi ham, bular hammasi qo'rquv, vahima vaqtidagi normal holat. Bu narsani nazariy jihatini bilib oldingizmi? Qo'rqmaslikka harakat qiling. Hamma vahimani mustaqil yenggan odamgina bundan bir umrga qutuladi. Boshqa usullar hammasi
Bekor. Uni masalan vahima kasalliklarini tushunish uchun odam vahimani boshdan o'tkazgan bo'lishi kerak. U o'lim bilan yuzma-yuz turadi. Asli yuzma-yuz turmasa ham hayolotida shunaqa yuzma-yuz turadi. Ya'ni vahima kasalligini ko'pchilik masalan o'rtoqlaringiz aytishi mumkin yo psixoterapevtlar aytishi mumkin, "Va qo'rqma, bu o'lim haq, hammamizni boshimizda bor, taqdiri azal, hammamiz ham o'lamiz, o'limdan qo'rqma" deb aytishga oson. Buni juda ham oson aytish. Lekin uni his qilgan odam biladi. Masalan aytaylik, sizga shunaqa deydigan o'rtog'ingiz bilan o'rmonda ketayotgandingiz, bir 100 metr uzoqdan bitta sher chiqib qoldi. Sher, sizni qochish imkoningiz bor, daraxtga chiqish imkoningiz bor. Sher yetib kelguncha. Agar sizni o'sha o'limdan qo'rqmaydigan o'rtog'ingiz kerak bo'lsa, sizdan oldin qochib ketishi mumkin. Chunki o'lim bilan to'qnash kelganda miyada avtomatik tarzda qo'rquvdan keyin o'zini himoya qilish mexanizmlari ishga tushadi. Qo'rquv bilan og'riq insonni yer yuzida yashab qolish uchun asosiy shu yaratgan tomonidan berilgan asosiy ikkita omil shu. Agar og'riq bilan qo'rquv bo'lmaganda insoniyat bunaqa tarqab ketmasdi, hammasi qirilib ketardi. Oddiy misol, og'riq bo'lmasa, masalan, ikkita tishingiz bor deylik, bittasi ikkovi ham kavak, bittasi og'riydi, bittasi og'rimaydi. Og'rimaydigan kavak tishingizga hech qachon stomatologga bormaysiz, u asta-sekin yemirilib ildizda o'zi qoladi. Lekin og'riydigan tishingizga borasiz, uni davolaydi, uni umri uzoq bo'ladi. Xuddi o'shanday gap. Agar qo'rquv bo'lmaganda insoniyat qirilib ketardi. Qo'rquvni bori yaxshi. Faqat o'sha qo'rquvni aql bilan chegaralashni bilish kerak xolos. Ya'ni miyaga aynan o'sha signalni, buni xavfsiz ekanligi haqidagi signalni berish kerak. Masalan, o'sha sher sizni qarshingizdan chiqib qolsa, u odamga "Qo'rqma, o'lim haq, hammamiz o'lib ketamiz, qo'rqma" desa, nima qiladi? U to'g'ri sherga qarab ketolmaydi. Kasallik ham xuddi o'shanday. U odam o'lim qo'rquvini oldida kasal ham o'sha o'lim bilan to'qnashadi. Sherning oldidagi odam ham shu o'lim bilan to'qnashib turgan bo'ladi bu vaqtda. Ikkalasining ham holati bir xil. Ya'ni qo'rqyaptimi? To'g'ri, o'lim haq. Bu taqdiri azal, bu narsalar hammasi haq, lekin qo'rquv bekorga berilmaganda insonga. Inson o'zini himoya qilish uchun, o'sha joyda hamma harakat qilish uchun berilgan. Shuning uchun bemorga bekordan qo'rqma deb aytishingizni o'zi noo'rin. Uni baribir boshidan o'tkazmagan odam davolanmaydi. Chunki masalan, bu kasallikni davolashda bir mashhur professor yoki bir mashhur psixoterapevt davolanmagan kasalni buni boshidan o'tkazgan oddiy bir doktor bo'lmagan odam davolab qo'yishi mumkin. Bular o'zaro shunaqa kasallar bir-bilan gaplashsa ham maza qiladi. Ya'ni ancha miyasi tinchlanadi. Faqat men emas ekanman, bunda ham shunaqa ekan, mana bu ham o'lib qolgan, yo'q, yaxshi yuribdi degan fikr bo'ladi-da, ancha yaxshilanadi. Ba'zan shunaqa bo'ladiki, shu vahima kasalligiga chalinganlar tibbiyot muassasasiga ishga kirgan vaqtida 3 oy, 4 oyga bormasdan tuzalib ketadi. Ya'ni boshqa qorovullikmi, shopirlikmi, shunaqa vaqtda ishga kirganda 3 oyga bormasdan yo'qoladi. Chunki u doimiy ko'ngli xotirjamligi natijasida asta-sekin bu narsa o'z-o'zidan tarqab ketadi. Aytmoqchi bo'lganim, agar siz dorilarga suyanadigan bo'lsangiz, uzoq yillar dori ichasiz. Agar shifokorga suyanib qoladigan bo'lsangiz, skoriy chaqiradigan bo'lsangiz, unda uzoq yillar shu usulda ketasiz. Agar psixoterapiya bilan tuzalaman deb o'ylaydigan bo'lsangiz, uzoq vaqt psixoterapiyga qatnaysiz, pulingiz ketadi. Psixoterapiyani foydasi bor, lekin bu qimmat usul va to'la davolash usuli emas. Eng to'g'ri usul, meni fikrim, tajribadan ham ko'rganlarimda aytyapman, eng to'g'ri usul baribir mustaqil yengishingiz kerak. Qo'rquvni mustaqil yengasiz. Qo'rquvga qarshi borasiz. Qo'rquvni ko'rganingizdan keyingina bu narsa tarqaydi. Masalan, qorong'i yo'lda ketyapsiz, qorong'i ko'chada bir narsa shitirlab ketdi atrofdan. Qo'rqib ketdingiz. Endi nima qilasiz? Agar o'sha joyga borib telefoningizni yoqib turib, borib qarasangiz, u yerda bir mushuk turgan bo'lsa, mushukni ko'rishingiz bilan qo'rquv tarqaydi. Agar siz o'sha joyga bormay tursangiz, qo'rquvingiz davom etib turaveradi. O'sha narsani ko'rmagunizcha qo'rquvingiz davom etadi. Bu miyamiz shunaqa tuzilgan. Ya'ni xavfni borib ko'rasiz, nimaligini, sizga hech narsa xavf yo'qligini miyaga signal berasiz va miya xotirjam bo'ladi. Nimadan qo'rqayotgan bo'lsangiz, o'sha narsani his qilib ko'rishingiz kerak va shu usul bilangina vahimani davolash mumkin. Boshqa usullarda effekti juda ham kam bo'ladi. Endi masalan, izohlarda yozib qo'ying, nima usul bilan siz tuzalgansiz? Qaysi usulda batamom shu kasallikdan qutulgansiz? Izohlarga yozing. Bu faqat boshqalar, bemorlar uchun emas, men uchun ham yangilik bo'lishi mumkin. Misol uchun bemorlar ham o'qiydigan bo'lsa, bu yana kimlargadir manfaatli bo'lib qolishi mumkin. Bu kasallikdan qutulish uchun yana 10 dan oshiq tavsiyalar beriladi. Ya'ni ba'zi bir xatolar juda ko'p uchraydi. Ya'ni bemorlar tomonidan yo'l qo'yiladigan xatolar bor. Buni keyingi videoda yana gaplashamiz. Shu xatolarni qilish natijasida vahima kasalliklari cho'zilib yuraveradi tuzalmasdan. Mana shu xatolar haqida ham keyingi videoda gaplashib o'tamiz. Agar video sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, kanalga a'zo bo'ling. Biror savolingiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring.